Qayerlarda qolib ketdik, bolam? Biz ovqatlanib bo'ldik. Tovuqni ham so'ymabsan. Ustoz, siz aytganingizdek tovuqni so'yish uchun hech kim ko'rmaydigan joy qidirdim, lekin topa olmadim. Do'stlarim, ichingizda eng to'g'ri va ma'noli ish qilgan Mahmud bo'ldim. Hech kim ko'rmaydigan deyishdan maqsadim yashirincha biron ish qilish imkonining hech kimga nasib bo'lmasligini aniqlash edi. Alloh taolo bizga jon tomirimizdan ham yaqindir. Undan yashirincha hech bir ish qilib bo'lmaydi. U hamma narsani ko'rguvchi va bilguvchi